Xo'p, keyingi kasalligimiz bu oligofreniya. Oligofreniya so'zma-so'z tarjimasi aqliy qoloqlik yoki aql zaiflik kabi tarjimalarga keladi. Bunda bolaning ko'rinishi yoki o'spirin bola yoki qizning ko'rinishi, kalendar yoshiga mos tanani bo'yni uzunligi, kalendar yoshiga mos tana vazni kuzatiladi-yu, lekin bolada psixometrik birliklarda orqada qolish yuzaga kelganligi sababli o'zidan kichkinalar bilan yaxshi kelishadigan bola, o'zidan kichkinalar bilan o'ynaydigan bola, sodda narsalarni yaxshi ko'radigan bola, o'zini yoshiga mos vazifalarni buyurgan paytda ularni qilishga qiynalishi, ularni tushunishga qiynalishi, ba'zan o'zini yoshiga mos bo'lgan ishlarni bajarishda xato qilgan paytda koyish, urishga qaramasdan qayta qilib qo'yishi, tushunmaganligidan, itoatsizligi yoki u ishda qat'iy turib olganligidan emas, balki tushunmaganligidan uni qayta qilib qo'yishlari, joyiga, vaqtiga, holatga mos bo'lmagan gaplar, so'zlarni gapirib qo'yishligi ko'p kuzatiladi. Odatdan bu tashxisli bolalar korreksion ishlar bilan davolanadi. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, o'zini yoshiga, holatiga mos bo'lgan vazifa yuklantirib, o'zini holatidan maksimal foydalanish yo'lga qo'yiladi. Yanada oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, kuchli aqliy mehnat talab qilmaydigan yaxshi kasb egasi chiqadi. To'g'ri, boshqalarga nisbatan boshqalar 3 oyda o'rgangan narsani 1 yilda o'rganishi mumkin. Boshqalar 1 oyda o'rganganni 6 oyda o'rganishi mumkin, lekin o'rganadi va o'zini o'sha kichik kasbini mohir ustasi bo'ladi. Bunda yo'nalish asosan shu narsaga moslashtirish, adaptatsiya qilish va kuchli aqliy mehnat talab qilmaydigan yaxshi kasb egasi bo'lish uchun yo'naltiriladi. Dori-darmonlar, qanaqadir to'klar bilan davolash bular 3-chi, 4-chi, 5-chi o'rinda turadi. Demak, bu gavdasi katta, lekin o'zidan kichkinalar bilan kelishadigan bola.